Assalomu alaykum hammaga. Mana kech bo'lishiga qaramasdan ishimiz qizg'in davom etmoqda. Bu tomonimizda Samarqanddan kelgan akamizga Econux'ga propan qo'yib berdik. Bu qo'yib bo'lganmiz. Hozir propanda kam turishlarni qilamiz. Mana ejektor 48 ga 4 blok upravleniyasi foydalanganmiz. Farsunkamiz Dakota Real italyanskiy farsunka bo'ldi. Reduktorimiz Nordic italyanskiy reduktordan chiroyli qilib akkurat qo'yib berganmiz. Bu mashinamiz orqa qismiga 54 talik balon joylab berdik. Akkurat qilib terma trubkalar bilan, beloruskiy balon bilan bu mashinamiz tayyor holatda turibdi. Bu tomonimizda oq Econux'imizga endi hozir qo'yish ishlari ketmoqda. Zapaskani o'rniga nechtalik balon bo'lyapti bunga? 63. Bunga 60 talik balon qo'yilyapti. Narigisiga 54 talik qo'ygandik. 60 talik balon beloruskiy balon bilan mana akkurat qilib mana ustakamiz chiroyli qilib joylab beryapti. Terma trubkalar bilan xudo xolasa buni ham qo'yib beramiz. Oldi qismi mana qizg'in davom etmoqda. Xo'sh, bu mashinamiz ham xuddi shu zapchastlar mana Nordic italyanskiy reduktor, farsunkamiz Dakota Real, har doimgidek ejektor 48 ga 4 blok upravleniyasidan chiroyli qilib o'rnatib beryapmiz. Ikkala mashinamiz ham XL motor bo'lgani uchun bir xil zapchastlar bilan bir xil narxda desak ham bo'ladi. Bu sal arzonroq, sal qimmatroq baloni kattaroq bo'lgani uchun. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol murojaat qilib kelishingiz mumkin.